Oxir zamonda sodir bo'ladigan alomatlardan zilzilalar ko'payadi. Oxir zamonda alomatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yataqorabuz zaman deganlar. Zamonlar qisqaradi yoki zamonlar yaqinlashadi deydi. Ba'zi ulamolar mana shu sharhiga berganda xulosa oladigan bo'lsak, sharhida shunday aytadiki, vaqtning barakasi ketadi deyshadi. Mana shu qiyomatda oxir zamonning mayda alomatlaridan deyiladi. Uylanganlar qaranglar, necha yil bo'ldi o'tgan uylanganlarga. Uylanmaganlar qaranglarda, maktabda qachon birinchi marta ostonasini oxlab o'tganlarga. Vaqtning qisqarishi mana shu zamon vaqtdan baraka ketishligini bitta. Hozir peshingacha bir ish qilsangiz ulgudingiz, agar peshin bo'ldimi, shu bilan kun tugadi. Kattalarimiz aytsin, bolalik paytini eslasa, ertalab turib molini qo'yini haydab tolaga boqib kelib, yana allaqancha ishini qilib, kechki paytga borganda ham bir vaqt oshib qolar edi. Hozirgi kunda ulgurmayapmiz. Vaholanki avvalgilar e'tibor beringlar. Eskilar to'y qilgan paytda piyada yurib, hamma qarindoshlarnikini aylanib kelgan, birortasi qolmagan, ulgigan hammasiga. Hozir bo'lsa telefon bor, mashina bor, hamma yo'q bor, yana ulgurmayapmiz. Nimani belgisi shu? Oxir zamonda belgisi vaqtdan barakani ketishligi. Yana ba'zi bir olimlar esa mana shu 24 soat, 18 soat yoki 16 soatga qisqarib qoladi deganlar ham bor ekan, sharh berganlar ichida. Ya'ni 24 soat, bundan 1000 yil burun 24 soat deylik, hozirga kelib turib o'sha paytda 18 yoki 16 soatga yaqin bo'lib qoladi degan sharhlar ham bor ekan. Yana zamonaviy olimlarning bergan sharhida esa zamon vaqtni qisqarishidan maqsad uzoq masofaga uzoq vaqt talab qilinmay qo'yadi. Ya'ni hajga borib kelgan 6 oy vaqt ketgan bo'lsa, avval piyoda yoki otda. Hozir ma'lum bir haftalar ichida borib kelinyapti. Yoki bir xabarni boshqa bir mamlakatga yetkazishlikka 10 kun vaqt ketsa, hozir bir necha sekund o'zi yetyapti. Vaqt qisqaradi degan so'zni mana shunday bir sharhlarni ulamolarimiz keltirib o'tadi. Oxir zamonda alomatlaridan fitnalar ko'payadi, harj ko'payadi. Harj bu qotillik. Mana kechagi suhbatimizda bu narsa haqida to'liq aytib bergan bo'ldik. Oxir zamonda alomatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu sahih hadislar. Oralaringizda mol dunyo ko'payadi. Mol egasi uning sadaqasini qabul qiladigan kishini izlab g'am chekadi. Ya'ni mol dunyo shunday ko'p bo'ladiki, sadaqa oladigan yoki zakot oladigan odamni istab topishlik amri mahol bo'lib qoladi. Bu bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deysizlar? Biz o'zimizni islomimizni tarixini o'qimaganligimiz uchun nima turibmiz? Agar o'qigan bo'lganimizda aytardik, ha, bu bo'lgan. Umar ibn Abdul Aziz davrida zakot oladigan odam qolmagan. Odamlar do'ppisiga tillasini solib, qaysi odam kambag'al ekan deb istab yurgan. Biz tariximizni bilmay, shunday bir zamoni saodat bo'lganki, birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asridan keyin mana Umar ibn Abdul Aziz bor yo'g'i 2 yil 4 oy xalifa bo'lgan. Umar ibn Hattobning zurriyotidan bo'lgan bu kishi. Lekin adolat bilan hukm yurgizgan podshohga Alloh taolo raiyat uchun qanday barakot to'kib qo'ydi. 2 yil 4 oy podshohlik qildi, xalifalik qildi, barakot shunday yog'ilib ketdi. Zakot oladigan, sadaqa oladigan odam qolmadi. Bu bo'lib o'tdi bu. Bu alomati bo'lganiga 1000 yil bo'lyapti, birodarlar. O qachon kelar ekan o'sha davr? Zo'r bo'lsa kerak, hamma boy bo'lsa deb kutmaylik. Bo'ldi bu narsa. Ayni biz ummat ustida bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hadislarda keladi, bir kishi boshqa kishining oldiga borib sadaqasini bersa, u agar kecha kelganingizda qabul qilar edim, bugungi ehtiyojim yo'q deb javob beradi deydi. Bu aynan ana shu Umar ibn Abdul Aziz zamonlarida bo'lgan ishlar. Bu alomat bo'lib bo'lganiga 1000 yildan o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan, antara khufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Jibril alayhissalom notanish odam suratida kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi, payg'ambar alayhissalom javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zlariga baland soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar deydi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayapti. Bizda yo'q unaqa binolar.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'lyaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbehda ipini uzib qo'ysangiz, birinikidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi. Oxir zamonda alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shunday fitnalar ko'paydiki, bir kishi boshqa bir kishining qabri oldidan o'tib, qaniydi shu mayitning o'rnida men bo'lsam deb qoladi. Vaholanki buni dardi ham bo'lmaydi, birovlardan qarzi ham bo'lmaydi. Fitnaning ko'pligidan hayotdan ko'ra o'lim uchun afzal bo'lib qoladi. Oxir zamonning sanalgan alomatlaridan kun o'zining botishidan chiqadi. Bu oxirgi vaqtda bo'ladigan eng katta alomatlardan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan 6 ta alomatni xos aytib o'tdilar. Avf ibn Malik roziyallohu anhu dan: biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotida birga edik. U zotning oldiga kelganimda, u zot teridan tikilgan kapan ichida o'tirardi. Menga qarab turib, "Ey Avf, qiyomatga yaqin sodir bo'ladigan 6 ta narsani sanagin" dedi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lguncha sodir bo'ladigan 6 ta ishni aytib o'tadilar. Mening vafotim dedi. Bu istu ana vasahatayn degan Rasululloh. Men va qiyomatni mana shunday yuborilganmiz dedi. Ya'ni men kelishligim oxir zamonning belgisi. Endi vafotim oxir zamonga yana yaqinlashganligining belgisi. Ikkinchi belgi Baytul Maqdisning fath qilinishi. Baytul Maqdis Quddus yoki Yerusalim. Umar ibn Hattob davrida fath qilindi. Payg'ambarimiz aytgan u bashorat ham amalga oshdi. Ikkinchisi ham bo'ldi. So'ngra sizlarni oralaringizda nochor qo'ylarni o'lim olib ketgandek bo'ladigan katta o'lim. Bu Umar ibn Hattob davrida Amvos vabosi deyiladi. Shunday bir vabo keldiki, bu musulmon ummatining ustiga juda ko'pchilik kishi qirilib ketdi. Bu aytgan payg'ambarimizning alomati ham zohir bo'ldi. To'rtinchisi, mol ko'payadi. Bir kishiga 100 dinor berilsa, yana norozi bo'lib g'azablanadi. Bu yerda aytilgan 100 dinor 100 oltin dinori bo'ladi. Ya'ni moli dunyoda ko'payib ketishiga, oltindan narxi pastlab ketishiga ishoraki, 100 dinor oltin olgan kishi oz deb turib norozi bo'lib ketadi. 5-alomati, arablarning uylariga birortasini adashtirmasdan, birortasini qoldirmasdan kiradigan fitna sodir bo'ladi. Bu mana o'tgan safargi darsimizda aytdik, sahobalar o'rtasida bo'lgan fitna. Sahobalar va tobiinlar o'rtasida bo'lgan fitnaki 70 ming odam bunda vafot topdi. Payg'ambarimiz aytgan bu alomat ham sodir bo'ldi. 6-alomati. So'ngra sizlar va Banu Asfar o'rtasida tinchlik sulhi bo'ladi. Ya'ni Banu Asfar deb turib, mana sharqda Banu Asfar deb Yevropa nazarda tutiladi. Musulmonlar bilan Banu Asfar Yevropaliklar sulhga kelishadi deydi. Oxir zamon alomatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyning yorilishini aytib berganlar. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar va in yaraw ayatan yuridu va yaqulu sihrun mustamir. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girirlar va bu har doimgidek sehr ko'darlar. Hijoz olovi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonga yaqin sodir bo'ladigan ishlar ichida aytgan eng ochiq alomatlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La taqumus sa'a hatta takhruja narun bi ardil Hijaz tudhi'u biha laha tuzi'u laha a'naqul ibili bi Busra." Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarni bo'ynini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hijoz bu Arabiston yerlari. Arab yarimoroli bormi? Mana shu Arab Hijoz yeridan shunday bir o't chiqadiki, Shomda turgan tuyalarni bo'yniga yorg'i tushadi deydi. O'ylab ko'ringlar, bu o't Madinadan chiqqan birodarlar. Madina qayerda? Shom bilan Hijozning o'rtasidagi chegara bo'lgan Busro qayerda? Mana payg'ambarimizning tarixini o'qigan odamlar bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yasharida amakisi Abu Talib bilan Shomga tijorat safariga chiqadi. Shunda Busro degan joyda Buxayro ismli rohib qaytarib yoradi. Shomning eshigi u yer. O'rtada necha ming kilometr joydagi masofaga Hijozdan chiqqan o'tni
yorg'i tushadi dedi. Bu bo'lib o'tdi birodarlar. 654-hijriy yilda. Qaranglar, bu ishlar qachonlar bo'ldi? Bu haqida Ibn Kasir hijriy tarixning 654-hijriy yil tarixida aytib o'tadi. Xususan ular qatorida Imom Alloma Hofiz Shahabuddin Abu Shahab al-Maqdisi ham yozib o'tadi. Kelinglar, mana Hofiz Shahabuddinni ana shu o't haqida yozgan narsasini o'qib beraman sizlarga. 654-yilning Jumadil oxiri oyining 3-kuni, chorshanba kechasida Madina-i Munawvarada baland ovoz paydo bo'ldi. So'ngra qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer, devorlar, shiftlar, ustunlar, eshiklar titradi. Bu zilzila soat-soati bilan davom etib turdi. Bu zilzila chorshanba boshlangan bo'lsa, juma kunigacha davom etdi. So'ngra Harroda ulkan bir o't paydo bo'ldi. Harro bu Banu Qurayza yashagan tomondagi joy, Madinaga yaqin bo'lgan joy. U o'tning kattaligidan go'yo bizning oldimizda turganda ko'rinib turar edi. O'tning balandligi 3 minorachalik balandlikda edi. Sel oqib keladigan yo'llarni to'sib qo'ydi. O't oqib kelishni boshladi. Vulqon bo'ldi bu yerda. Madinaga yaqin bo'lgan joyda, janubiy sharqida mana shu vulqon paydo bo'ldi. Oqib kelishidan to'xtamadi. Bir jamoa kishilar uni oldiga yaqinlashib, uni ko'rishlik maqsadida tog'dan o't otilib chiqaradi. Iroq tomonidan keladigan hojilarning yo'lini to'sib qo'ydi. Tunda Madinadan xuddi hojilarning gulxanlari ko'ringandek uzoqdan ana shu olov ko'rinadigan bo'ldi. O't Madinaga qarab oqib kela boshladi. Bizni ustimizga yaqin kelib to'xtadi. Olov to'xtadida sharq tomonga qarab yurdi. Bu o't orasida tog'larda qoldiqlari, toshlar, shunga o'xshagan narsalar oqib kelayotganda shu toshlar ko'rinardi, kuygan toshlar. Vulqonga o'xshab toshlarni yeradi. Bu holda Alloh taolo Qur'onda aytgan ayni holat bo'lar edi. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Darvoqi dedi Alloh taolo, u jahannam har tomonga, har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Xuddi shu narsa bo'ldi bizda deydi. Men bu maktubimni 654-yilning Rajab oyida payshanba kuni yozayotganimda bir oy o'tdi o'rtadan. Hali olov to'xtamagan edi. Bu vulqon bir oy oqdi. Bir oy oqdi. Bu o'tni Yambo ahli ham ko'rdi. O'zlarining qozilarini Madinaga xabar olib kelishlik uchun yuborishdi. U Madinaga kelib, ko'rib holatni, o'zini ahliga borib, bu bo'layotgan ishlarni ta'riflashlikka tili ojiz bo'ldi. Shuningdek, Shomda yashagan Ibn Sha'na degan kishi ham yozadi. Biz deydi Damashqda turganimizda quyosh tutilishi bo'ldi. Bir oy Madinada oqqan bu vulqonni tutuni shunday bir osmonni qopladiki, Siriya Damashqni bilasizlar. Ana shu Siriyaning ustiga shunday tutun borganligidan quyosh tutilishi bo'ldi. Ortidan oy tutilishi bo'ldi. Quyosh tutilib nurli pasaygan paytda xuddi quyoshga tutun qoplab kusuf deyiladi mana. Quyosh tutilib qolgan paytda o'tni yorug'i tushganligidan devorda o'tni aksi ko'rinardi deydi. Quyosh to'silib qoldi, lekin u o'tni yorug'i kelib turdi. Bu qanaqa katta o't edi? Olov osmonga baland ko'tarildi. U xuddi qal'aga o'xshar edi. Olov kattalashdi. Odamlar qo'rqib Masjid-un Nabaviyga qarab borishdi. Boshlarida kiyimlarni yechib, o'zlarini e'tirof qilishib gunohkorliklarini Alloh taolaga istig'for aytishdi. Ayollar, yosh bolalar uylaridan chiqib, Alloh taolaga xolis duolar qildilar. Olovning qizil rangi butun osmonni qopladi. Odamlar kunduzi go'yo oy yorug'ida turgandek edilar. Kunduzgi holat oy yorug'ida turgandek turar edi. Nimadan? Tutunning ko'pligidan, osmon qoplanganligidan. Odamlar halok bo'lishlariga ishondilar. Shu kecha odamlarning hammasi masjidda qoldi. Kimisi Qur'on o'qigan, tasbih, takbir aytgan, ruku, sajda qilgan, duo qilgan holda tong ottirdilar. Qilingan tavba tazarrurlar sabab o't ortiga qaytdi, pasaya boshladi. Shu zamonda yashab o'tgan ulug' olimlarimizdan Imom Navaviy aytadiki, 654-yil, ya'ni bizning zamonamizda Madinada bir olov paydo bo'ldi. Bu buyuk olov edi. Madinaning janubi sharqida. Menga Madina ahlidan bo'lgan bir kishi xabarini berdi. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mana hijratning 654-yilida mana shu payg'ambarimiz aytgan alomat zohir bo'ldi. La taqumus sa'a hatta takhruju narun bi ardi Hijaz tudhi'u laha a'naqul ibli bi Busra. Buxoriy rivoyati. Hijoz yerlaridan
Busrodagi tuyalarning bo'yinlarini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan avval qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mana bir qancha mayda, kichik alomatlarini o'qigan bo'ldik. Qaysinisi bo'lmadi? Birodarlar, bu bo'ldi emas. Mana inshaalloh ertaga o'sha kichik alomatlarning bir qismini o'qiymiz. 2 yoki 3 darsda kichik alomatlarni tugatamiz, keyin katta alomatlarga o'tamiz. Katta alomatlarigina qoldi. Ko'zimizni katta ochaylik. Butun koinotni ontar-to'ntar qilib tashlaydigan qiyomatning qachon bo'lishi bizga qiziq bo'lmasin. Chunki uyqu kichik o'lim bo'lsa, insonning haqiqiy o'limi kichik qiyomat deyiladi. Har bitta odamning ruhi og'zidan chiqishligi bilan u uchun qiyomat boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo ibrat oladigan bandalar qilgan bo'lsin. Yosh kattaroqlarimiz biladi. Shunday bir to'polon bo'luvdiki, eski kupyura pullarni yangisiga almashtirmasa, eskisi yo'qib ketadigan bo'lganda, shu bir bizitilayotganda bardak bo'lgan edi. Shunda bir og'ani bir katta ishxonada ishlar edi. Shu ishxonaga bir katta kamasiz 2 chamadon pul olib kelgan ekan. O'sha eski kupyuradagi pul ekan. Bu darsga kirishlikdan burun aytayapmanki, tushunib olinglar nimani o'qiymiz buni bu yoqqa. 2 chamadon olib qo'yib turib, o'sha buxgalteriyasiga olib kirib, "Ma bir chamadonini oling, bir chamadonni pul qilib bering" degan ekan. Ya'ni yillar davomida yemay, ichmay, ehtimol zakotini bermay, ehtimol sadaqa qilmay, o'zidan ham qizg'anib topgan pulini bir kun kelib yo'q bo'lib ketishlik xavfi bo'lib qolgan paytda shart yarmini berib olishga tayyor bo'lyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, sadaqani afzali o'zing baxil, sog'lom, kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan sadaqating deyildi. Ya'ni yo'q bo'ladigan mahalda odam berib yuborar ekan hammasini ham. Agar shunday bir endi shu odamga birov aytgan bo'lsa-ki, shu shopirga keyingi oy pul almashadi degan gap bor, ishonchli bir joydan eshitdik desa, ha dedi-da, kuyib qoldi puliga. Endi keyingi safar o'sha odamning gapiga nima qiladi? Xulosa oladi, hech gap yo'qmi deydi. Keyingi safar aytdi, keyin gapi ham to'g'ri chiqdi. Keyin gapi ham to'g'ri chiqdi. Bora-bora shu odamning maslahatisiz hech qanday ish qilmay qo'yasiz, shunday emasmi? Endi biz quyida o'qiyotganimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oxir zamon haqida aytgan alomatlarini deyarli maydalari hammasi sodir bo'lganini ko'rsangiz, endi payg'ambarimiz aytgan boshqa bashoratlarga bo'lgan iymoningiz kuchaymaydimi? Biz bu alomatlarni nima uchun o'qiyapmiz? Ha, bo'pti-yu. Endi nima qizig'i bor buni bilishda, deyish mumkin. Biz nima uchun o'qiyapmiz? O'qib o'rganaylik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan boshqa bashoratlar ham bo'lishligiga qalbimizda zarracha shubha qolmaydi. Demak, oxir zamon alomatlarini o'rganishdan maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratlarini qolganiga ham iymonimiz nima bo'lishligi, ishonishligimiz, mukammal bo'lishligi. O'zi usiz ham iymon keltiraveramiz, lekin avvalgi darslarda aytib o'tdik, Ibrohim alayhisalomdek zot, inna Ibrohima kana ummatan Alloh. Ibrohim bitta o'zi ummat bo'lgan. Shunday kishi Parvardigor, o'liklarni qanaqa qilib turasan, bir ko'rsatmaysanmi dedi. Osmonni, malakotus samovotni ko'rsatgan Ibrohim o'zi Alloh taolo ko'zidan pardani olib qo'yib turib, boshqa bandalarning ko'ziga berkitilgan Allohning mulki ko'rsatilgan edi. Shu zot qalbim taskin topsin-da deyapti. Ishonmaysanmi desa, ishonaman, lekin qalbim taskin topsin deydi. Bu hadislarni, bu oyatlarni o'qiyapmiz, birodarlar. Biz haq yo'lda ekanligimizga yana bir qalbimiz taskin topishligi uchun, iymonimiz yana ziyoda bo'lishligi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlar haqida xabar berar ekan, Nofidan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitganman. U zot aytgandi: Arab jazirasiga g'azot qilasizlar va Alloh taolo sizlarga uni fath qilib beradi." Ya'ni musulmonlar birinchi bo'lib Arab jazirasini qo'lga kiritadi. Musulmonlarning qo'lida bo'ladi to'laligicha. So'ngra Alloh taolo sizlarga Forsni hamda Rumni fath qilib beradi. Birinchi bo'lib fath qilinadigan joy Arab jazirasi ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi va bu nima bo'ldi? Sahobalar davrida to'laligicha musulmonlar qo'lga o'tib fath bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni xursand qiladigan bashoratlarni, kelajakda bo'ladigan tarixiy ishlarni Rasululloh hadislarda aytib beradi. So'ngra Alloh taolo Rumni fath qiladi. So'ngra Dajjolga g'azot qilasizlar, Alloh taolo uni ham fath qiladi. Ya'ni Dajjol kelgan paytda qo'rqinchli holatlar bo'ladi, lekin qo'rqmanglar dedi Rasululloh. Alal oqibat musulmonlar Dajjolni yeganda marhamat qiladilar. Imom Buxoriy da rivoyat qilingan hadisda, mana mashhur hadis, Adi ibn Xotam at-Toyi, bu kishi mana tarixda Xotamtoy deb saxiyligi bilan, saxovati bilan mashhur bo'lgan bir kishi, mana podshoh bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan, arab bo'lgan, Toy qabilasidan, Xotim ismli kishi.
Shuni o'g'li Adi ibn Hotam Toyi Nasroniy dinida bo'lgan, o'zini qabilasini podshohi bo'lgan. Shu kishi islomga kirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan paytda Rasululloh unga bir qancha hadislarda aytadi, uni hozir o'qiymiz, kelajakda mana shu bashoratlarida. Adi ibn Hotam Toyi aytadi: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida edim. Bu kalima keltirib turgan kuni, islomga endi kirgan musulmon. Bir kishi keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kambag'al ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni kambag'alchilik ko'payib ketdi xalqimizda dedi. Orqasidan ikkinchi odam keldida yo'ldagi musofirlarga ozor berayotgan qaroqchilar haqida shikoyat qildi. Shu vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala odamning shikoyatini eshitib turib, Adiga qarab aytdiki: "Ey Adi" dedi, "Hironi ko'rganmisan?" dedi. Hiro Iroqni, ana shu davrda Iroqni maydonida joylashgan katta bir shaharlardan bo'lgan. Adi aytdi: "Yo'q, ko'rgan emasman, lekin eshitganman ko'p narsani" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Agar Alloh senga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyasini minib, yolg'iz o'zi yo'lda hech kimdan qo'rqmagan holda faqat Allohdan qo'rqib haj kelganligini ko'rasan." Shunda Adi ibn Hotam Toyi hayron bo'ldi. Hiro qayoqda, Madina qayoqda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan, qaroqchilardan shikoyat qilib kelgan ishga qarab turib, payg'ambarimiz so'zni aytar ekan, Rasululloh mana shu so'zi bilan ikkita bashoratni berdi. Ya'ni Hiro degan Iroqning bir chekkasidagi katta shahar musulmon bo'ladi, hamda qaroqchilar yo'q bo'lib, tamomiy musulmon o'lkasida tinchlik, xotirjamlik, omonlik hukm suradi. Ey Adi, agar Alloh sizga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyani minib Allohning uyini haj qilgani keladi, yo'lda hech kimdan qo'rqmaydi. Bu bilan tinchlik va islom kengashiga bashorat edi. Shunda Adi ibn Hotam Toyi endi islomga kirgan, kecha nasroniy bo'lgan podshoh o'zimga o'zim Hiromi dedi. Ajib dedi. Hiro bilan Madina o'rtasida hamma yoqda urushga, janjalga to'g'izib tashlagan meni Toy qabilam bor-ku. Ular qayerda qoladi? Ajoyib dedi. Ishongiz kelmadi. So'ngra Rasululloh davom etdi: "Ey Adi, agar Alloh senga umr beradigan bo'lsa, Kisroni boyliklarini egallaysizlar va Allohning yo'lida sarf qilasizlar" dedi. Kisro ana shu davrdagi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatning bittasi edi, podshosi edi. O'sha davrda dunyoni boshqarib turgan, dunyoni idora qilib turgan ikkita kuchli mamlakat edi. Bu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat Madinaga hokim edi. Hali Arab jazirasi payg'ambarimizga bo'ysunmagan edi. Hali Makka fath qilinmagan edi. Payg'ambarimizga har tomondan dushmanlar hujum qilib turgandi musulmonlarga Madinaga qarab. Mana shu paytda payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan buyuk fathlarni aytdi. Adi ibn Hotam Toyi Kisro ibn Hurmuza ma'qul dedi. Bu ma'qul emas dedi. Xuddi hozirgi kundagi ba'zi odamlar payg'ambarimizning kelajakda bo'ladigan bashoratlarga ishonqiramay qaragandek, bugun islomga kelgan Adi ibn Hotam Toyi ham ishonqiramagandek, ha deb qo'ydi. Shuna bo'lar ekanmi? Ya'ni ishoninglar birodarlar. Mana bir qancha alomatlarni o'qidik, bu bo'ldi bular. Bu mana Madinadan chiqqan o'tda aytdik. Boylikni ko'payishini aytdik, vaboni aytdik. Payg'ambarimiz nimani aytgan bo'lsa sallallohu alayhi vasallam, bularda hammasi bu bo'ldi. Kattalari qoldi deb aytdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etib aytdiki, agar umring uzoq bo'lsa, bir kishi hovuchi to'ldir oltin bilan chiqqanini ko'rasan. Chiqadi, isterdi, sadaqasini yoki zakatini qabul qiladigan odamni topolmasdan qiynlanganligini ko'rasan dedi. Adi ibn Hotam Toyi aytadi. Rasululloh hadisda davom etdi. Sizlarga xuddi shu dunyoda mana shu narsalarda bo'lishini bashorat berganimdek, Alloh taologa ro'baro bo'lishlarga ham bashorat beraman. U kunda oralaringizda hech qanday tarjimon bo'lmaydi. Yuqoridagilar dunyodagi bashoratlar bo'lsa, oxiratdagi bo'ladigan bashorat mana shu narsa. Alloh taolo bir kishiga aytadi deydi. Sizlarga dinni yetkazgan rasulni jo'natdimmi deydi. Banda ha deydi, jo'natgansan deydi. Alloh taolo seni moli dunyo bilan fazilatli qilganmidim deydi. Banda ha deydi. Shunda haligi banda dedi Rasululloh, o'ng tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. Chop tomoniga qaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. O'zingizlarda jahannamda o'tidan yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Ya'ni payg'ambarimiz aytgan bashoratlar, qaranglar. Arab jazirasi fath bo'ladi dedi. Forsni fath qilasizlar dedi. Tinchlik, omonlik bo'ladi dedi. Hamda payg'ambarimiz qiyomat kunida Alloh taolo oldida hisob kitob turasizlar dedi. Dunyodagi aytgan narsalari Adi ibn Hotam Toyi aytadi. Alloh meni umrimni uzun qildi.
fath qilib, Kisroning xazinalari musulmonlar qo'liga o'tayotgan qo'shinda men ham bor edim deydi. Alloh taolo menga deydi, umr berdi va Hirodan bir ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam aytgandek, tuyani minib yolg'iz o'zi haj qilgani, hech kimdan qo'rqmasdan omonlik bilan kelganligini ko'rdim deydi. Agar sizlar Alloh sizlarga umr bersa dedi atrofdagilarga, to'ldi tillasi bilan chiqib sadaqa oladigan odamni topolmagan odamni albatta ko'rasizlar dedi. Adi ibn Xotam To'y 3-sini ko'rmadi, lekin aytayaptiki, Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abul Qosim sallallohu alayhi vasallam aytgan bashoratning ikkitasini ko'rdim, uchinchisiga umr yetmaydi shekilli, lekin sizlar aniq ko'rasizlar dedi. Akalar bu bo'ldi. Umar ibn Abdulaziz davrida 2 yil 4 oy xalifa bo'lishiga qaramasdan zakot sadaqa oladigan odam qolmadi. Endi nimasi qoldi bu hadisda? Alloh taoloning oldida turasizlar deyapti payg'ambarimiz. O'rtada bitta ham tarjimon bo'lmaydi u kunda birodarlar, aka-uka, tanish bilish, palonchini jiyani, palonchini kuyov bolasi degan gap bo'lmaydi. Yolg'iz turasizlar. O'ng tomoningizda do'zax, chap tomoningizda do'zax, faqat Alloh taolo rahmat qilganlar. Yarim dona xurmoni berib bo'lsa ham sadaqa qilib olinglardi. Chunki ko'p qaytarib bu hadisda mana shu joyga jon kelgan paytda pulini yarmi masjidga ber, yarmini madrasaga ber degan narsaning foydasi bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda kelajakda bo'ladigan muhim siyosiy alomatlar haqida bashoratlar berdi. Aytdilarki, agar Kisro o'lsa, u Kisrodan keyin boshqa Kisro bo'lmaydi. Agar Qaysar halok bo'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi. Ya'ni musulmonlar Forsni fath qiladi, Kisro ana shu Fors podshosining laqabi bo'lsa, shu bilan tugadi. Bu bashorat bu. Vizantiy imperiyani aytayapti. Agar Qaysar qatl qilinsa, o'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi, deyapti. Haqiqatan musulmonlar qo'liga o'tdi. Bu shirkka, gunoh ma'siyatga to'lgan imperiyalar yo'q bo'ldi. Tavhid kalimasi bo'ladi ustida. Mana shu payg'ambarimizning bashoratlari qanday sodir haq bo'lgan bo'lsa, hali sodir bo'lmaganlari ham xuddi shundaygacha haq suratda sodir bo'ladi. Imom Ahmad va undan boshqa bir muhaddis olimlarimiz keltirgan hadis Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik, u zot gapirardi, biz yozib turardik. Sahobalar Rasulullohdan so'rashdi. Ayyul madinatayni tuftahu awwalan? Al-Qastantiniya am Rumiya? Mana bu ikkita shahardan qaysi biri birinchi fath bo'ladi ya Rasululloh? Qastantiniyami, Istanbul hozirgi, yo Rumiyami, Rim? Madinatul Xiraql tuftahu awwalan. Avval Xiraqlning shahri, Istanbul, ana shu Konstantinopol deyilgan. Bizga tarixda o'tganda Konstantinopolda o'qitilgan. Birinchi u fath bo'ladi. Keyin Rumiya shahri dedi. Ishoninglar birodarlar, payg'ambarimiz bashorat beryaptimi demak bo'ladi bu narsa. Qachon bo'ladi? Vallohu alam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul masduq bo'lgan zot. La yantuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh hech qachon havodan olib gapirgan emas, magar vahiy bo'lgan. Alloh taolo umr bersa, ana shu Rumiyaning fath bo'lganligini ko'rilar inshaalloh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelajakda bo'ladigan ishlardan aytgan bashoratlaridan la taqumus sa'a hatta tuqatilut turk. Turklarga qarshi g'azot qilmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni turk deganda biz bilgan turklar emas. Arablarda u davrda hozir ham turk deganda mo'g'ul tatarlar nazarda tutilgan. Hali Nabiy sallallohu alayhi vasallam hali bir 500 yil, 600 yildan keyin bo'ladigan mo'g'ul tatarlarning xurujini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu davrlarda aytib qo'ygan. Mana bilamiz, biz yurtlarga ham bostirib kelgan, bu yoq u Kiyev Rusiyaga bostirib borgan. Dunyoda ular ham o'zlarining tarixini qoldirgan. 150 yilga yaqin, balki undan uzoqroq muddat butun dunyoda titratib turgan. Rasululloh aytayapti, ana shu oyoq kiyimlari jundan bo'lgan qavm bilan urushmaguninglarcha. Boshqa hadisda turklar, ya'ni mo'g'ul tatarlarga qarshi urushmagunlarcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Necha yil oldi unga? 1430-hijriy yil hozir. 650-600-yillarda bo'lgan. Necha yil o'tdi? 900 yil, 1000 yil bo'lib qoptimi? Birodarlar, payg'ambarimiz aytgan mayda alomat deganlari bu bo'ldi, kattalar qoldi xolos. Imom Navoiy aytadi, haqiqatan mana shular, ya'ni mo'g'ul tatarlar bizni ham zamonamizda bo'lgan deb aytadi. Bu alomatlar sodir bo'ldimi? Demak, boshqalari ham bo'lishiga aniq iymon keltiramiz. Ya'ni mana bu oxirat ilmini o'rganishlikning foydalari degan birinchi darsimizda shunday aytilgan edi. Kelajakdan bir xabardor bo'lish uchun
qaysidir toifa, qaysidir mamlakatning odamlari millionlagan pullar sarflayapti. 1 yildan keyin nima bo'lib bilish uchun, baxshilarga borayotgan, jinlar bilan muomala qilayotgan, yulduzlarga qarayotgan, xullas ming xil yo'llar sarflayapti, millionlagan pullarni sarflayapti. Kelajakdan 1 sekunddan keyin nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Berilgan emas bu. Lekin bizda mana shunday kelajak haqida aniq ma'lumotlar aytilingan ilm turib, qanday bu narsani o'rganmaymiz? Bu shunday kitobki, Qur'on, payg'ambarimiz shunday kitobki, o'tmish haqida qanday ro'y rost gapirgan bo'lsa, kelajak haqida shunday ro'y rost gapiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan bashoratlardan havorijlarning chiqishligi. Ya'ni islom tarixida mana bilamiz, sahobalar bilan qarshi urushgan havorijlar, ular haqida payg'ambarimiz nima degan? Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Oxir zamonda shunday bir yoshlar chiqadi. Ya'ni yoshlar gohida o'zlarida ilm bo'lmaganligi uchun, shijoat, g'ayrati, jasurligi qo'zib turganligi uchun ilmsizligi tufayli ba'zi bir noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi. Mana shunday holatlarda mana shu yoshlar o'zidan katta yoshdagi ilm ahllariga murojaat qilishligi lozim bo'ladi. Ha, ehtimol yoshlarda ilm darajasi kattalarga yetib qolgandir ehtimol. Ehtimol kattalar o'sishdan to'xtab qolgandir. Ehtimol yoshlar yangi ilm bilan kelayotgandir. Lekin kattalarda bu yoshlarda yo'q bitta narsa bor. Hayotiy tajribasi bor bo'ladi. Yoshlarda shijoatini deydi ulamolar, keksalarda tajribasi bilan jilolaylar deydi. Ana shu havorijlarda chiqishligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Havorijlar chiqqan vaqtda mana sahobalar ham bor edi. Ular ana shu sahobalarning birortasi ularning yonida ularga qo'shilgan emas. Vaholanki ana shu davrdagi eng yosh katta kishilar sahobalar bo'lgan edi. Rasulullohning hadisini davom etkazamiz. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Ularning aqllari past bo'ladi, tentak bo'ladi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi deydi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan u yog'iga o'tmaydi. Bular kamon, o'qi qanday chiqib ketsa kamondan, shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz, ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaraydigan bo'lsangiz, kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda. Hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor. Bir fikrga qanotlanib olgan, bir yo'lda ushlab olganda, endi Qur'on o'qib birorta bir uni bir fikrga to'g'ri keladigan mazmunda oyat kelib qolsa, ham o'shatini oladida, mana deydi Qur'onning hujjati bor. Hayron qolasan, hammaning hujjati bor. Unisi ham kitobi sunnatdan, bunisi ham. Mana shu holatda nima deyilish kerak? Nima qilish kerak? Kibor ulamolarga, yoshi ulug' bo'lgan, katta yoshdagi olimlarga albatta murojaat qilishlik kerak. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalari. Haqiqatan mana shu havorijlarni xuruji bo'ldi. Ularda mana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu sahobalar bilan katta jang qildi. Mana shu jang Nahravon ma'rakasi deyiladi. So'ngra sahobalar ham boshqa ma'rakalarda, shuningdek ahli sunna jamoat e'tiqodidagi kishilar bu havorijlar bilan davomiy suratda asrlar davomida jang qilib kelishdi. Yana payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan aytgan alomatlardan muvozanat, tenglikni, tartibni buzilishligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriyda keltirilgan. Bir kuni odamlarga xutba o'qib turardi. Ayniqsa mana shu zamonimizda yaqqol ko'zga ko'rinib turgan, lekin payg'ambarimiz avval bashorat qilib qo'ygan alomatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat gapiryapti bizga deydi. Shat to'satdan bitta sahroyi arab chiqdi-da, "Ya Rasululloh" dedi. "Matas-saa?" Qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilarda gapini davom etkazaverdilar. Bu yerdagi sahobalar bir-birlariga qarab, bittasi aytdi, "Eshitmadi" dedi. Bittasi aytdi, "Eshitdi" dedi, "Achchig'i keldi" dedi. Chunki gapini bo'ldi dedi. Ya'ni mana shu savol berishlikda ham domlalarga yoki biror narsani bilmoqchi bo'lib savol berilsa, odobi bor. Ulamolar aytadi, to'g'ri berilgan savol javobni yarmi deyiladi. Ya'ni savol berishlikda ham o'zining yo'li bor, xuddi javob berishlik yo'li bo'lgandek. Bu Arobiy endi sahroyi, ko'pam odob axloqi zo'r emas. Sha gapini bo'la qachon qiyomat bo'ladi dedi. Rasululloh indamadida so'zini tugatgandan keyin hali kishini chaqirib turib, "Ayna sayl?" So'rovchi qani dedi. "Ana Rasululloh madaman" dedi.
Keldida u kishiga qarab turib, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantaziris sa'a. Iza zuyal amanat fantaziris sa'a." Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar odamlar omonatni zoya qilsa, omonatlar yo'qolsa, qiyomat kutaveringlar dedi. Ya Rasululloh, omonat qanday zoya bo'ladi deganda, yuqoridagi hadisda aytdilarda, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantaziris sa'a." Agar haqli odamlar qolib, noahil bo'lgan odamlarga bir ishni boshqaruv topshirib qo'yilsa, shu ishni qiyomatini kutaver deydi. Har bitta ishni o'zini ustasi qilish kerak degani. Ya'ni omonat degani o'qituvchi maktabda omonatdor bo'ladi. Bolalarga ta'lim berish, ularda ongini rivojlantirishlik, ilm o'rgatishlik omonat. Agar shu o'qituvchi yelkasidagi omonatni ado qilmasdan xiyonat qilsa, bu bolalar o'tib ketadi. Ichida zo'r fahm farosatli, zehnli, ehtimol olim, alloma bo'ladigan yoshlar bo'ladi. Shu iste'dodini yuzaga chiqaradigan o'qituvchi xiyonat qilsa, bu bola ana shu oddiyligicha qolib ketadi. Agar tabib o'zini yelkasidagi omonatni ado qilmasdan noto'g'ri tashxis qo'yib, noto'g'ri dori belgiladigan bo'lsa, bemor o'ladi, qiyomatda javob beradi. Agar bir korxonani rahbari o'zini rahbarligiga loyiq bo'lmasdan egallab olib, o'zi loyiq bo'lmasa ham atrofida ish yuritadigan odamlarni loyiqlarini qo'ymasa, bu ishxona nima bo'ladi? Bankrot bo'ladi. Demak, oxir zamonda alomatlardan bittasi shukanki, ishlarni boshqarishlik noahil odamlarning qo'liga o'tib ketadi. G'arb mamlakatlarini qarasanglar, bir firma yoki bitta kompaniya bir odamning shaxsiy kompaniyasi bo'lsa, 10 yil xizmat qildi bu odam. Lekin yangi bir ishchi keldiki, bundan ko'ra zo'rroq. Hech xijolat bo'lmaydi-da, mana shu ishni sendan ko'ra yaxshiroq qiladigan odam bor ekan deydi, buni javobini beradi, o'rniga qo'yadi. Shu bilan rivojlanib ketdi ular. Qo'y endi o'zimizga o'tkazib qo'ying. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu shunaqa ekan deb eshitib qolgan narsa emas. Har bittamiz omonatdormiz nimanidir ustida. Agar o'qituvchi maktabda bolaga yaxshi ta'lim bermayotgan bo'lsa, Alloh taoloning omonat qilib bergan musulmon bandani bolasini haqqini ado qilmayapti, qiyomatda javob beradi. Ayol kishi o'zini erining mulkida o'tirib, erining ruxsatisiz tasarruf qiladigan bo'lsa, omonatga xiyonat qilyapti. Birodarlar, ko'zda omonati bor, tilda omonati bor, quloqda omonati bor. Shu omonatlarni ado qilsak, ado qiladigan bo'lsak, birodarlar, hayotimiz zo'r bo'ladi. Qiyomat alomatlaridan bittasi, agar ishlar noahil odamlar qo'liga topshirilsa, qiyomat kutaveringlar deydi. Bu yaqqol ko'zimizga ko'rib turgan zamonlarda yashayapmiz. Dajjal yer yuzi bo'ylab insonlarni fitnalastirishlikda 40 kungina davomiy bo'ladi. Ya'ni 40 kungina insonlarni fitnaga uchratib yuradi. Lekin uni bu 40 kuni siz bilan bizni oddiy kunlarimizdek bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uning bir kuni 1 yilga barobar. Ya'ni sizlarning 1 yilingizga barobar. Yana bir kuni sizlarning 1 oyingizga barobar. Yana bir kun esa sizlarning 1 haftangizga barobar. Qolgan kunlar esa sizlarning kunlaringizga o'xshaydi. Ya'ni Alloh taolo uning kuniga shunday bir davomiy qiladiki, bomdoddan kun botguncha bo'lgan kuni siz bilan biz sanaydigan 1 yilning uzoqligiga barobar bo'ladi. Sahobalar Rasulullohdan bu so'zni eshitganlaridan keyin ibodatga haris bo'lganliklaridan, "Ya Rasululloh, uni bir kuni bizni 1 yilimizga barobar bo'ladigan kunda biz 1 kunlik namoz o'qiymizmi yoki 1 yillik namoz o'qiymizmi?" deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La uqdiru lahu qadra." Yo'q dedi. Unga teng namoz o'qiysizlar dedi. Ya'ni 1 yillik namoz o'qiysizlar degani. Bu nima degani? 1 yillik namozni bir kunda o'qigan odam jahannamdan boshini ko'taradimi? Ya'ni uni ro'barasiga chiqmaylar degani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlar qaysininglar ana shu zamonga ro'baro bo'ladigan bo'lsanglar, uning ro'barasiga chiqmanglar. Uni oldiga chiqmanglar deydi. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, oy tutilishi bor, kun tutilishi bor yoki shunga o'xshagan bir boshqa bir sayyoralarga, boshqa bir planetalarga boriladigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikni vaqti ana shu vaqtga qarab belgilanadi. Oxirat ilmini o'rganishlikda foydalardan bittasi shu deb aytganlik darslarimizning boshida. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjal haqida aytadi. U Shom va Iroq orasida zohir bo'ladi. O'ngni ham, chapni ham, g'arbni ham, sharqni ham fitnaga to'ldiradi. Ey Allohning bandalari,
sobit turinglar. Dajjolga iymon keltirib, unga qattiq ergashganlar yahudlar bo'ladi. Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjolga Isbahon yahudiylaridan 70 ming kishi ergashadi. Ularning yelkalarida laffofa deyiladi, ana shu yahudiyligini bildirib turadigan bir diniy bir kiyimi, bir alomati bo'ladi. Biz tilda bir sharf desak, osonroq tushunsa kerak. Yahudiyligini bildirib turadigan ana shunday bir matohi bo'ladi ustida. Yahudiylarning mana shu Isbahondan bo'lganlari 70 mingtasi unga birinchilardan bo'lib ergashadilar. Yahudiylarning dinlarida Dajjol chiqishida haqida ma'lumotlar bor. Ular uni zohir bo'lishini kutadi. Ularning kitoblarida Damasaya deb nomlanar ekan. Ularning gumonlaricha Dajjol oxir zamonda zohir bo'lib, uni hukmronligi dengiz quruqlikka yetadi. Dajjol bilan daryolar kesib yuradi va bu narsa Alloh tomonidan unga berilgan mo'jiza deb e'tiqod qiladilar. Hamda Dajjolga ergashganliklari uchun Dajjol ularga yer ostida yerdagi hamma hukmronligini yahudlarga qo'liga qaytarib beradi. Ya'ni butun yer yuzining hukmronligini yahudlarning qo'liga qaytarib beradi degan e'tiqod qilishganligi uchun birinchi bo'lib unga ergashadiganlar yahudiylar bo'ladi. Bu ularning dinidagi ma'lum narsa. Lekin Masih Iso alayhissalom kelgan paytda yo'q, bu u Masih emas. U Masih bu tanishgan emas. Vaholanki Iso alayhissalom ham o'zi yahudiy bo'lgan millat. Dajjol Makka va Madina shahridan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqadi. Faqat Makka bilan Madinaga kirmaydi. Imom Buxoriy sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinaning atrofida uni himoya qilib turadigan farishtalar bor. Madinaga to'un, ya'ni vabo hamda Dajjol hargiz kira olmaydi. Buxoriydan boshqa keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, Madinaga Dajjol xavfi, qo'rquvi kirmaydi. U kunda Madinaning 7 eshigi bo'ladi. Har bir eshigida ikkitadan farishta o'tdan bo'lgan qilichini yalang'ochlagan holda turadi. Dajjol unga kiraman desa, ular uni qaytarib turadi. Dajjol bu ikki shaharga kirmoqchi bo'lsa, ya'ni Makka bilan Madina shaharlariga kirmoqchi bo'lsa, farishtalar uni qo'llaridagi o'tdan bo'lgan qilichlar bilan qaytaradilar. Farishtalar ularni kirgizmas ekanlar, u bir oyog'ini Sabaha degan joyga qo'yadi. Ya'ni Madinada hech qanday ekin-tikin o'smaydigan Madinaning bir mintaqasi. Bu mintaqani ulamolar hozirgi kundagi Jamiyatul Islomiyaga yaqin bo'lgan bir joy deb atashadi. Bu shunday bir yerki, ekin-tikin hech qanday narsa o'smaydi. Dajjol kira olmasdan ana shu mintaqaga bitta oyog'ini qo'ygan paytda yer titraydi. 3 marta qattiq titraydi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinada 3 marta yer titraydi. Shunda Madinadagi har bitta kofir yoki har bitta munofiq Madinani tashlab chiqib Dajjolga erishadi. Ya'ni payg'ambarimiz boshqa hadislarda aytadilar, Madina o'zining ichidagi najosatlarni surib chiqaradi. Mana shu Dajjolning kelishligi bilan Madinada agar kofirlar bo'lsa yoki munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Dajjolga chiqib ergashib ketadi. Dajjoldan qanday saqlanish mumkin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovud keltirgan hadislarda, sizlardan birortangiz Dajjol chiqqanini eshitsa, undan qochsin. Uning ro'barasida turmanglar. Bir kishi uning oldiga o'zini mo'minman deb boradi-yu, lekin uni fitnaga solib qo'yganligidan, uni shubhaga solib qo'yganligidan Dajjol kofir bo'lib unga ergashib ketib qoladi. Ya'ni mo'minman deb boradi, fitnani kattaligidan, imtihonda og'irligidan, shubhani kattaligidan kofir bo'lganligini sezmay qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadislarda aytadilar, odamlar Dajjoldan qochib tog'larga chiqib ketadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning boshqa ko'rsatmalarida sizlardan qaysi biringiz Dajjol chiqqan zamonda bo'lsa yoki Dajjolga ro'baro bo'lsa, Kahf surasining boshidagi oyatlarni o'qisin. Ya'ni 1-dan 10-gacha bo'lgan oyatlarda tog'iy zolim podshohning zulmidan qochib toqqa kirib berkingan yigitlar haqidagi qissa ketadi. Bunda shu nima hikmat bor deyilsa, ulamolar aytadiki, ayni mana shu oyatni o'qishlikda. Mana shunday bir zolim chiqqan paytda uni tashlab qochib ketishlikka ishora bor. Shuning uchun Kahf surasi o'qilish kerak deb aytadi. Ana shu zolim podshohdan qochib, yosh yigitlar g'orga qarab kirib ketdi. 300 yildan ortiq muddat u yerda uxlashdi. Alloh taolo ularni o'zi saqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjol haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir
yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu Ibn Soyyatni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu dajjolmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz dajjol shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlarda birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdida, Yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning o'sha tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'laridan biriga kirishdi. Umar ibn Hattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtning orqasiga o'tardilar deydi, ozgina turib, ya'ni yugurib borib narigi daraxt orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Birov ko'rib qolmasindek ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi, yana ozgina turib yugurib narigi daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, birov ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofining ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurriylar ovozlarini eshitib turadi, ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lgandek diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uydan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasini ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunday uyg'onadi-da, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, agar uyg'otmay turganida buni dajjolmi, dajjol emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofi" dedi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofi aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Soyyad payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh. Ya'ni 12 yashar bola payg'ambarimizga aytayotgan gapini ko'ring. Vaholanki Yahudilar bilardi payg'ambarimiz haqiqiy rasul ekanligini. Lekin Yahudlardan bo'lmagani uchun iymon keltirishmagan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam amantu billahi va rasulihi, amantu billahi va rasulihi dedi. Buni savoliga. Allohga va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. Allohning va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiga qarab turib, "Ey Sofi" dedi. "Men ichimda bitta so'zni yashirdim. Bilasanmi shu qaysi so'z?" dedi. Sofi diqqat qilib turdida, "Ad-duh" dedi. Rasululloh "Ovozingni o'chir, uningni o'chir, haddingni oshma, ovozingni o'chir" dedi. Cho'chib ketdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida turgan Umar: "Ya Rasululloh, nimani yashiruvdingiz? Nimaga bunaqa bir qattiq keskin javob berdingiz?" deganida, "Men unga" deydi, "duxon, tutun degan so'zni yashiruvdim" deydi. U mana shu duxon degan so'zni yarmini tushungan edi. Payg'ambarimizning dilida turgan so'zni yarmini shunday topgan edi. Shunda payg'ambarimiz hali duxon deb aytmasdan turib, "ad-duh" deyishligiga shart to'xtatib turib, "Uningni o'chir, haddingni oshma" dedi. Shunda Umar: "Ya Rasululloh, ruxsat bering, choftashay kallasini buni" dedi. Rasululloh Umarga qarab: "Ey Umar" dedi, "uni tinch qo'y" dedi. "Agar u haqiqatan dajjol bo'lsa, sen hech narsa qila olmaysan uni. Agar dajjol bo'lmasa, uni o'ldirganlikdan senga hech qanday manfaat yo'q" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Sofi ibn Sayyod o'rtasida bo'lgan mana shu voqea butun musulmon o'rtasida tarqab ketdi. Hamma Sofi ibn Sayyoddan ehtiyot bo'ladigan bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida Umar ibn Hattob Allohga qasam, Sofi ibn Sayyod dajjoldir desa, Rasululloh eshitardilarda, indamasdilar. Ya'ni bir ajib qissaki, Rasululloh davrida bor deyilyapti bu kishi. Sofi ibn Sayyod mana shunday bir payg'ambarimiz bilan bo'lgan shu ishidan keyin mana aytdik, odamlar undan ehtiyot bo'ladigan bo'lishdi. Sofi keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin yoshi katta edi, boy bo'ldi, ser farzand bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dajjolni sifatlaganida aytardilar, uni zurriyoti bo'lmaydi. Ya'ni orqasidan qoladigan farzandi bo'lmaydi degan edi.
tug'mas bo'ladi deyilgan edi. Ibn Soyod katta bo'ldi, boy bo'ldi, payg'ambarimiz uni ko'zini g'ilay bo'ladi degan edi. Ko'zi soppa-sog' edi. Farzandlari ko'paydi. Rasululloh vafotidan keyin Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar bilan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bilan Sofi ibn Sayyod Madinani tor ko'chalarida shuni to'qnash kelib qolishdi. Ibn Umar shunday qarasa, o'ng ko'zi xuddi siqilgan uzumni donasidek qurib qiyshayib qolgan edi. Xuddi payg'ambarimiz Dajjolni sifatlab, uni o'ng ko'zi g'ilay bo'ladi, qurigan uzum donasidek qurigan qiyshaygan holda bo'ladi degandek, ko'zi mana shunday holatga kelib qolgan edi. Shunda Ibn Umar ko'rib qo'rqib ketdi-da, Ibn Soyod dedi. Qachon ko'zing bunaqa bo'lib qoldi seni? U aytdi, bilmayman dedi. Ibn Umarning oldida bir qancha bir ashablari bor edi. Ko'zing o'zingni boshingda turib, qachon shunday bo'lib qolganligini bilmaysanmi deb achchiq qilgan paytda bu Ibn Soyod aytdiki, agar dedi, Alloh xolasa meni bu ko'zimni seni qo'lingdagi tayog'ingga o'xshat, tayog'ingni uchiga ham tushirib qo'yishi mumkin dedi. Qo'lingdagi hassani uchiga meni ko'zimni tushirishi mumkin deganida Ibn Umar shunday g'azabi chiqdi-da, g'azablangan holda tayoq bilan o'z opasi Hafsa binti Umarga kelib aytadi. Ya'ni Hafsa onamiz payg'ambarimiz ayoli, Abdulloh ibn Umarning opasi. Shunda Hafsa onamiz aytadiki, Sofi bilan nima ishing bor deydi. Uni tinch qo'y. Axir Dajjol odamlar orasida oddiy yashab yurib, bir qattiq g'azablangandan keyin Dajjol bo'lib ketishligi haqida payg'ambarimiz aytgan so'zlarni eshitmaganmisan? G'azablantirma uni dedi. Ya'ni unga bo'lgan odamlarning shubhasi, unga bo'lgan bir ehtiyotkorlik yana ham ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz aytgandaqa ko'zi Dajjolning g'ilay ko'ziga o'xshab qolgan edi. 12 yasharida uni Dajjolda payg'ambarimiz gumon qilar edi. Umar qasam ichsa payg'ambarimiz indamas edi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin mana Imom Muslimda keltiradi hadis Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Qissani davomi bundan ham ajib. Dajjol kofir bo'lardi. Sofi musulmon bo'ladi keyin. Musulmon bo'ladi, boy bo'ladi, serfarzand bo'ladi. Haj qilib, hajdan, ana shu haj karvoni bilan birga qaytib kelar ekan, Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu aytadi, karvonda birga kelar ekanmiz, dam olgani to'xtadik. Men o'zim yuklarimni tushirdim, daraxtning salqiniga borib o'tirdim. Sofi ibn Sayyod ham hajdan kelardi biz bilan musulmon holatida. Yuklarini tushirdi, kelib meni oldimga o'tirdi deydi. Lekin yonimga o'tirganda bir sovuq ter chiqib ketdi mendan. Ya'ni u odamlar u haqida gapirayotgan yomon gaplarni bir esladimda, haligindan bir vahshatga tushdim deydi. Kelib oldimga o'tirganda, shu meni yonimdan nandiroqqa bosin degan maqsadda, "Ey Sofi, yuklaringni salqinga olib qo'ysang bo'lmasmidi? Optoda qolsa yaxshi bo'lmaydi" deb o'zidan nari qilmoqchi bo'ldi. U o'rnidan turdi, yuklarni qo'ydi, tuyasini sog'ib, sutdan olib kelib Abu Said al-Khudriga tutyapti. O'zi mendan nari bo'lsin deb qilsa, bu endi sutini olib kelyapti. "Ey Abu Said, bundan ichmaysizmi?" dedi. Desa, "Yo'q" dedi, bahona qilib. "O'zi kun issiq, yana sut ham issiq, ichkim. O'zi deydi, uni qo'lidan ichkim kelmayapti" deydi. Ibn Soyod yonimga o'tirib tushundi nima uchun ichmayotganligini. Aytdiki, "Ey Abu Said, shunday bir holatlar bo'ladiki, arqonni olib daraxtga ilib o'zimni osib qo'ygim keladi. Hayotdan zerikib ketib, o'zimni o'ldirgim kelib ketadi" dedi. Nimaga dedi? Odamlar men haqimda gapirgan gaplarni eshitib turib, yashagim kelmay qoladi hayotda dedi. Agar kimdir g'ofil bo'lsa ham, sizlar ansorlar payg'ambarimizning so'zlarini eshitgansizlar u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan, zurriyoti Madinada qoldi. Dajjolni kofir bo'ladi degan, men musulmonman. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi degan. Mana Makkada borib hajni qilib Madinaga qaytib kelyapman. Nimaga endi meni Dajjol deyshadi odamlar dedi. Shunda Abu Said al-Khudri haqiqatdan nimaga unaqa? Payg'ambarimiz bu aytgan alomatlari bittasi ham to'g'ri kelmayapti-yu, dedimda bir noqulay ahvolga tushdim. U Sofi ibn Sayyod so'zini davom ettirib aytdiki, "Men Dajjol emasman, lekin Dajjolda qaydaligini bilaman. Otasini ham taniyman." Deganida Abu Said qo'rqib ketdi-da, "Nari bo'lmang, nari bo'l" dedi. "Kuning qurisin" dedi. "Nari bo'l mendan" dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Sofi" dedi, "Agar Dajjol bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar Dajjol bo'lsang" deganda, "Agar menga taklif qilinganda Dajjol bo'lishlik, men yo'q demasadim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyning qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan
Fatima binti Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dari roziyallohu anhudan. Tamim ad-Dari Nasroniy dinida bo'ladi. Islomga kiradi. Kunlarda birida Fatima binti Qays aytadi, Madinada as-solatul jamiya, as-solatul jamiya, jamoat namoziga chaqirdi eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirilardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa, bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqiradi. Zarur ish bo'lsa chaqiradi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidik deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida kulib turib, men sizlarga bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan hech qanaqa o'ljam ham yo'q dedi. Faqat meni oldimga Tamimid Dari keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, men sizlarga Dajjal haqida aytgan gaplarimga tamomiy to'g'ri keladi dedi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamimid Dari aytadi: "Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganligimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rgan emasmiz. Kimsan, nimasan deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. Men jassosaman dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohning oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar dedi. Men jassosaman dedi. Bu qanaqa joy? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm," dedi Ali jassosa. Ana bu dirda dedi. Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytinlardi. Ana bu dirda sizlarni xabaringlarga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik, bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan nohotda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'yilgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga sen nimasan, kimsan deb so'raganimizda u aytdiki, meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holinglardan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimliginglarni demasdan ketib qolsanglar men jila olmayman. Lekin men chetga keta olmayman. Avval sizlar aytinglar dedi. Ular nimani so'raysan dedi. Ular aytdi, Bisan haqida xabar beringlar dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. Bisanda nimasi kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha, u xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular ha bor dedi. Suvi serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda, Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suv serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U buloqning suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiysi haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makkadan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yashar bola hali bu paytda. Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qiyshayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamimid Davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman.
Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga, aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-tiba